Ot. Ana Hasan Husandan qara. Yomon bir-biriga o'xshaydi. Ha, umuman ajratib bo'lmaydi. Hech qanaqa. Umuman o'xshamaymiz. To'g'rimi Husan? Ha, to'g'ri. Men sal chiroyliroqman. Men o'zimga o'xshayman. Egizaklar bunaqa gaplarni eshitib o'rganib ketgan bo'ladi. Lekin har doim ham seni kimgadir o'xshatishlari yoqavermas ekan. Aka qarang menga 8 ta manti, osh, 10 ta shashlik, qozon qovoq, norin, ko'za sho'rva, mastava, qaynatma sho'rva, lag'mon bilan keyin salat berasiz, xo'p? Voy, namuncha Hasan, mehmon keladimi? Yo'q, bitta o'zimga. Tezroq olib keling. Aha, xo'p. Ko'proq ovqat yesam semirib ketaman. Keyin umuman bir-birimizga o'xshamay qolamiz. Mayli, bir narsa qilar ekanmiz-da. Sen yemaysan, sen endi dieta qilishing kerak. Hasan tezroq bo'l, men kiyimingki ketdi. Bugundan boshlab men sen bilan bir xil kiyinmoqchi emasman. Tushundingmi? Kachok bo'lsam, umuman bir-birimizga o'xshamay qolamiz. Sen hozir xurrak yotib uxlab yotgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Aka, soch kalga oling. Nima Hasan, tinchlikmi? Ko'p gapirmang, oling. Xo'p. Ana bo'lar ekan-u, endi Husan bilan 100% boshqa odammiz. Mayli, boya Husan ham kalga oldirib ketibdi. Aha,